Oo, Jizzax somsani originali Toshkentda endi 3 ta bo'ldi. Bu somsadan qanaqa qilib bosh tortish mumkin? Buni sochniligini qarang. Ichini yorsangiz to'la go'sht. Somsa kattaligidan bittasiga bitta odam bemalol to'yadi. Chunki somsa naq yarim kilo chiqadi. Go'shtini o'zi 300 gram. Somsani kichkinasi 40 ming, kattasi 50 ming so'm. Bu Jizzax somsaga bitta like bosib ketmasanglar bo'lmaydi. Avvaliga Sergelida, keyin esa Medgarodokda ochilgan Jizzax milliy taomlarining 3-filiali. Bu safar Uchtepada ochilibdi. Ochilganda hamchi juda chiroyli joy bo'libdi. Oilaviy kelish uchun alohida kabinkalari ham bor ekan. Bemalol gaplaringlarni o'tkazsanglar ham bo'ladi. Farzandlaringlar o'ynash uchun detskiy plashatkasi ham bor ekan. Banketlarni ham o'tkazsanglar bo'ladi. Bu yerda faqat Jizzax taomlari emas, Uyg'urcha, milliy va Yevropa taomlarini ham topsanglar bo'ladi. Men bir nechta taomlaridan yeb ko'rdim. Go'shtlar mayin pishgan, ovqatlar juda mazali. Oshpazlari rostdan ham yaxshi pishirishar ekan. Narxlari ham qimmat emas. Kishi boshiga o'rtacha 100 ming 200 ming atrofida tushsa kerak. Jizzax milliy taomlari ertalab 10 dan kechasi 12 gacha ishlaydi. Bu yerning adresi Uchtepa. Navigatorga dilkash 43 deb yozsanglar chiqib keladi. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda bor.